qolamiz. Butun stadion olqishlamoqda. Butun stadion mushaklar otilishi boshlandi. Biz to'yni boshladik, biz bayramni boshladik 5 kun avval va bu bayram hali hamon davom etmoqda. Mana bizning chempionlarimiz, mana bizga jahon chempionati yo'llanmasini taqdim etganlar va bular jamoaning maydonga tushib harakat qilganlari hozir. Lekin buning ortida qanchadan qancha mehnat, mashaqqat, zahmat bor. Faqatgina maydonga chiqqanlarda emas, qadrli do'stlar. Juda ko'pchilikda va buning uchun mana shu o'zbek futbol ommasiga jahon chempionati deb nomlangan orzuni yetkazganlar uchun barchaga rahmat aytib qolaymiz. Mamlakatimiz rahbaridan boshlab eng pastki qatlamda ishlayotgan kichik xodimlargacha bo'lgan barchaga, xususan muxlislarga ham qayerdadir tanqid qildik, muxlislar bilan birgalikda qayerdadir qo'llab-quvvatladik. Oxiri maqsadga yetishdik. Chempionlar biz uchun va ularga